Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi hammamizning xazinasi. Buvay navrisiga aytdi. Hamma odamning ichida ikki dona bo'ri bor bo'lib, doim bir-biri bilan urush qilib turadi. Uning biri nihoyat qabih. U g'azab, hasadxo'rlik, ochko'zlik, norozilik, pastlik, yolg'onchilik va takabburlikdir. Yana biri nihoyat yaxshi bo'lib, u xushallik, tinchlik, muhabbat, umid, kamtarlik, muloyimlik, ittifoqlik va rostchillikdir. Bola bir haza o'ylashgandan keyin buvisidan so'radi. Undaqda bu ikkisidan qaysi yengidi? Buvay, sen yem berib boqqaning yengidi. Derslerimiz Türk tili, İngiliz tili, Rus tili, German tili, Uyghur tili grammatikasi, Xitoy tili, matematika, balalar ana tili, balalar ingliz tili. Başlangıç seviye, ul seviye, o'rta seviye. Tarbiyalash muddati